Bugun havo juda ham salqin. Qani menimda opamni chaqiray. Salom, opa turing. Nimaga meni xonamga kirding? Opa, sizni turg'izmoqchi edim. Qaytib xonangga kirganingni ko'rmay. Sendan judayam xafaman. Hmm, Bor, o'zingni xonangga bor. Qaytib meni xonamga kirganingni ko'rmay. Opa, kechiring, boshqa qilmayman. Bor xonangga. Hop. Eh, qornim ochib ketdi. Opam qachon yaxshi bo'lar ekan? Ha, mayli. Hmm, Mayli, men ham ozgina yota qolay-da. Baribir o'qishimizga hali vaqtli. Bugun dam olish. Hmm, Nimaga meni xonamga bostirib kirar ekanda? Men jim o'tirar ekanman. Men bugun u bilan bir xil kiyinmayman. Har doim u bilan bir xil kiyinishim kerak. Men uxlayman. Ozginadan keyin ketaman. Hmm, Qornim ochib ketdi. Ozgina ovqat yeb, choyimni ichib, keyin nimadir qilarman. Kimdir kelyaptimi? Eh, mm, meni iloncham. Meni yaxshi ko'radigan ovqat.